Assalomu alaykum bizni YouTube'da va Telegram kanalda kuzatuvchilar. Bizni Telegram kanalimiz 125 ta obunachi. Obunachilarimiz soni 100 tadan oshganligi munosabati bilan Telegram kanalimizda katta 100 yillik konkursga start berdik. Livik kartasida to'p adin olgan odamga 120 UC dan jami 5 ta karta o'ynaladi. Agar ushbu o'yinlarda qatnashishni istasangiz biz YouTube kanalimizga a'zo bo'lib turib, video silkasi orqali Telegram kanalimizga o'tib olishingizni so'rab qolardim. Bizga faqat igroklar kerak, bizga geymerlar kerak. O'shaning uchun geymerlar hammasi Telegram kanaliga o'tib olamiz. Bizda har kunlik 100 yillik lobbilar qo'yib boriladi va nablideniyada o'tirib ushbu 100 yillik lobbilarimizni YouTube kanalimizga joylab boramiz. Bizni Telegram kanalimizda mana 100 yillik lobbilar doimiy ravishda bo'lib boradi va olingan turnir g'oliblariga 100 yillar joyida tashlab boriladi. Undan tashqari bizda UC servis ham ishlayapti. UC servisimiz mana degan UC servisdan ham arzon. Bizga UC servisdan foyda kerak emas. Bizga shunchaki obunachilarimiz UC boshqa joydan qidirib yurmasliklari uchun ushbu UC servisni yo'lga qo'yganmiz. Mana hozir ham bizda lobbi ochilgan va Telegram kanalimizga lobbi IDlari va parollari tashlab berilgan. Hozirlikcha bizda 25 ta odam qo'shilyapti. Men klanni bollarini sekin qo'shishni boshlayman. Bizni birinchi marta YouTube platformasida kuzatib turganlar обязательно подписка tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki biz chiqaradigan videolar sizlarga foydali bo'ladi. Bundan da zo'r videolarni chiqarishimiz uchun siz bosgan podpiskangiz va laykingiz biz uchun motivatsiya hisoblanadi. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun men videoni pauza qilib turaman va video boshlaydigan paytdan boshlab yozishni boshlayman. Tak bolalar bizni 46 ta obunachi bo'ldi. 22:10 da start qilgandik va 22:10 bo'ldi. Biz ulgurmay qolganlar ulgurmay qoldi. Tak. Bizda bolalar start. 46 ta odam. Biz bugungi 21-apreldagi lobbimizni boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum. Biz YouTube kanalida tomosha qilayotganlar, obuna bo'lmasdan tomosha qilayotganlar, obuna bo'linglar va Telegram kanaliga o'tib olinglar. Telegram kanalda doimiy 100 yillik lobbilar bo'ladi. Undan tashqari bizda chiroyli kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Bo'lsa bitta like bosib o'tib ketaveringlar, tekin-ku. Bitta like bosib, bitta komment yozib, bitta o'zbekni poddeshi qilgan bo'lasizlar xolos. Tak, ana shuni qanday yo'qotardi, ha? Настройка. Mana qanday yo'qotadi bolalar? Mana tak. Mana uni sal kattaroq qo'yaman. Chunki bizga nimalar ko'rinib turishi kerak va sal prozrachniy qilaman. Buni ham prozrachniy qilamiz. Mana u bizga sal kerak bo'ladi. Shuni ochaman buni. Tak. Katta. Tak, bolalar bizda jami 46 ta odam bor. Bolalar mana sekin tarqalaveradi. Ko'raveramiz. Birinchi slotda TDM X7 va Bandit X7 lar jamoasi, ikkinchi slotda Ismoilov Uspashoh, uchinchi slot Joker M5 va Dito, to'rtinchi slotda Ibratbek bilan Ibratbek, beshinchi slotda Oqtaka bilan Uzubun 07, oltinchi slotda Polkovnikning o'zi, yettinchi slotda Tolibjonov, Thomas Shelby, 8 slot X7 Monster, Crazy. Xullas, tak dalli qolganini shunday ko'rib olasizlar. Men fighting bo'lgan joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Fighting.
Nima bo'lyapti dedi. Nima bo'lyapti bularda? Lobby bo'lyapti-da. Tak, bizda уже to'qnashuv bolalar. Bizda уже to'qnashuv. Bizda уже to'qnashuv. Tak, musulmonlar. Bosmaysizmi unda? Bosdik-ku. Kimdir qotib qolgan bo'lsa endi bizda emas-da edi. To'g'rimi? Tak, o'yinni ko'ramiz bolalar, o'yinni. Musulmon. Tak. O'yinni ko'ryapmiz. Bizda tak. Yana to'qnashuv. Mo'minliklar. Tunolar jamoasi bizni ko'rsatmaysiz deyotdi. Mana ko'rsatdik, nokop qopti. Tak. Grazi, X4 Grazi va monsterlar. Tunoni David qilib yuborishdi. Tunoni sheriga ko'tarib yuborish kerak, bolalar. Tunoni sheriga ko'tarishga ketyapti. Hamimizning o'yin. Ikkita başı. Yaxshi harakatlar. Malades, bolalarga hech kim taraf emasman, lekin chiroyli o'yinni ko'rsam maza qilaman. O'shanga yana bu sheriklar ekan, paddishi qilyapti, gapiryapti deb xafa bo'lmanglar vallo. Men prosta chiroyli o'yinlarni ko'rib maza qilaman. Tak, bizda yana hozirlikcha bizda to'qnashuvlar yo'q. Tak, bolalar bizda UC servis ishlayapti. UC servisdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Bezatkaz UC'larni tashlab beramiz. Bizda UC'lar arzon. Chunki bizga UC servisdan tushadigan foyda kerak emas. Uni foydasini qo'ymaganmiz. Bizga undan tushadigan 500 ming foyda emas. Bizga shu o'zimiz obunachilar UC bilan ta'minlansa, ishonchli UC bilan bolalar yopildi. X7'lar jamoasi terror va bunlarni ish qilib yopib yuborishdi bolalar. Men ko'rmay qoldim. Bu yerda Telegramda qolib ketgan bola yozyapti, lekin kech bo'ldi. O'shaning uchun bolalar start berilyapti, Telegramda ID tashlalyapti. O'sha payt kirish kerak, ulgurish kerak. Ulgurmay qolmadinglarmi? Kutib turing yoki unaqa yoki biz kira olmadik, biz chiqib ketdik degan gaplar keyin kech bo'ladi.
O'shaning uchun ertaroq kirish kerak. Endi bilmadim men bolalar qanday ishlamay qoladi deydi. Internet sizlarniki. Men u taraflama xabarim yo'q. U taraflama xabarim yo'q. Joker MX5 urolmadi. Bo'lishi mumkin. Tak. Ko'ramiz valla. Bizda hozirlikcha to'qnashuvlar yo'q. Musulmon X4 musulmon yopilib ketdimi, nimadir bo'ldi shu yerda. X4 musulmon kimdir yo'qdi shu yerda valla, men ko'rmay qoldim. O'zimizni bolalar ham valla xafa bo'lmaysizlar, chunki hammani bir xil vaqtda ko'rsatishni o'zi bo'lmaydi. Hammani bir xil vaqtda ko'rsatishni o'zi bo'lmaydi. Iloji boricha men o'yinni oxirini sifatli ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki men bir o'zimman. Sizlar 45 ta 46 ta o'ynayapsizlar. Sizlar hammanglarni ko'rsatish men qo'limdan kelmaydi. Qo'ldan kelgancha hammani mana boshidan boshlab ko'rsatishga harakat qilaman. Mana X7 terrorlar olishyapti, lekin biz hali ham yaxshilab ko'rmayapmiz. Mana X7 terrorlar o'sha 3 ta kill bilan yaxshi ketishyapti. Biz yana davom etamiz. Polkovnik har doimgidek pozitsiyada. Pozitsiyalar normalni egallangan. Polkovnik yana tema bo'lasan, brachka. Polkovnik. Tema bo'lib qolasan, brachka, bu yerdan sur. Alo. Qani, yo'qol qolgan. Shoh. Alo. Shoh. Yerdan tur, brachka. Qolib ketasan keyin yana. Tak, men kartada yana ko'rishimiz mumkin. Nima bo'lyapti, kim qayerda? Kartada ko'rishinglar mumkin. Bandit X7 uzubilar. X7 alfalar yana kimlardir? X7 alfa nok holatida. Sheriklari Godzilla. Xafa bo'lmaysizlar valla. Tak. Tak, Godzilla bosib oryapti. Godzilla sherigi nok ekan. Ko'tarishga harakat qilyapti. Ama X7'lar ham bosib olishi mumkin. X7'lar ham uncha emas. X7'lar yopildimi? Men tushunmay qoldim hozir. Yo'q, yopilgan yo'q. Qayerda bular? Ha, ketaverishdi. Ha. Ko'rmay qoldim shu joyni. Tak, bizda yana hujum ko'ramiz. 011 uzubi va bandit X7'lar. Ko'ramiz vaziyat qanday. Tak.
Bolalar kartada ko'rib turibsizlar, hammamiz kartani chekkasidan yaqinlashyapti. O'rtada dropni oldidagi harakat, hamma dropni sentrdagi dropga harakat qilyapti. X7 terrorlar yana kimni yo'ldan o'g'irmoqchi bo'lishyapti? X7 terrorlar. Afsusdaman. X7 terrorlar yopilib ketdi. Juda afsusdaman. Tak. O'zi bu nok. Bandit. Nimaga zona orqasiga qochyapsan? Nimaga? Sherikni ko'tarish kerak, valla. Tak, man bilan Shoma qori bilan Milano PUBG. Bular вообще chekkadan kelishyapti. Hali resalga yopilmadi adashmasam. Resalga yopilishiga hali borish kerak. Vallahi YouTube kanalimiz 100 tadan o'tdi. Buning uchun hammalarga rahmat. Biz juda ham xursandmiz. Kanalimiz 1000 ta, 10 mingta, 100 mingta bo'lgan payti mana shunaqa chiroyli lobbilarni, katta turnirlarda o'tkazib o'tirish nasib qilsin. Buning uchun albatta 011 jamoasini katta mehnati yotdi. 011 jamoasini sa'yi harakatlari bilan sizlarni poddeshkalar bilan biz shu darajaga yetib o'tiribmiz. Hammalarga o'shaning uchun rahmat aytamiz. Xudo xolisa bundan keyin ham bundan da chiroyli kontentlarni chiqarib, bundan da zo'r lobbilarni qilib, sizlarni nima deydi, mana shu PUBG ga, ya'ni kibersportga bo'lgan ishtiyoqinglarni, qiziqishinglarni mustahkamlashga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz degan umiddaman. O'shaning uchun bizni poddeshka qilib, Telegram kanalimiz, YouTube kanallarimizga va Instagram kanallarimizga doimiy obuna bo'lib qo'ying. Bu kichkinagina sizlarni kichkinagina qilgan obunalar bizni ishimizga, ya'ni ish qilishimizga katta bir motivatsiya bo'ladi vallahi. Va polkovnik yopildi. Xullas, tak, force ichkaridagi bolalar yopilib ketdi. Ko'r Sayxon Godzilla yopib yubordi. Men ko'p joylarni ko'ra olmadim. Sayxon ham yopilib ketdi bolalar. Yo'q, Sayxon yopilmabdi. Tuno bilan Mo'minov tak bu yoqda Uzubu 07lar. Uzubu 07lar. Qolishuv bo'lyapti, lekin men ko'ra olmay qoldim. Yopib yuborishdi kimdir. Yopib yuborishdi. Bolalar joyida ko'rsatib bera olmayotganim uchun uzr. Iloji boricha mana kartada ko'rsatib o'tirishga harakat qilaman. Kartada tak Shoma qori bilan nimalar bir joyga yaqinlashyapti. Shoma qori nok va uni sherigi bor edi, Milano PUBG. Lekin Milano PUBG bilmayman, qayerlarda qolib ketdi. Milano PUBG yo'q, zonada qolib ketdi. Qaytib ularni orqasidan boraman deyapti. Hushyor bo'lish kerak. Mashina bor, mototsikl bor. Ammo lekin ularni oldidan mototsiklda o'tib ketish juda qiyin. Mana. Bemalol o'tib ketdilar. Otmaymizmi? Bemalol o'tib ketdi. Tuno bilan Mo'minov bu yoqda. Zaga va bizda 12 ta odam
и hammasi почти bir joyga kelib qoldi. Hammasi bir joyda. O'shaning uchun mana teparoq kadrdan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda o'zi bu 07 va 70389 Zaga. Tuno bilan Mo'minov sekin zona ichiga kirib borib yorishga harakat qilyapti. O'zi bu 07 nok ekan. Milano PUBG yopildi bolalar. Milano PUBG yopildi. Tak, bular zonada qolib ketadi, iloji yo'q. Agar ulgursa ulgurdi. Ulgurdi. Yaxshilab ko'ramiz. Tak. Zaga. Netix Farjon yo'q. Tak, ko'ryapmiz. Denjerni kuzatyapti. Bizda 6 ta odam qoldi. Denjer ko'rindi. Denjerni kuzatyapmiz. Alim Denjer yopildi. Musulmon yopiyordi vallahi. Musulmon 5 ta kill bilan yaxshi ketyapti. Eren Tuno ham 6 ta kill bilan yaxshi. Sherigini ko'tardi. Va zonada harakatlanyapti. Bizda Zaga zonaning tashqarisida qoldi. Tak. Mo'minov, Eren Tuno, Sayxon nomer 1 va 011 Zaga u yoqda musulmon. Bizda 4 ta komanda va 5 ta a'zo. Bulardan Mo'minov bilan Tuno 2 talik. Duo. Qolgan hammasi solo qoldi. Kim yutadi? Vaziyat qanday? Musulmon hozir Zagaga hujum, lekin ura olmadi. Zaga lekin nariyoqqa bekor bordi. Tunolar Zagani yopib yuborishdi. Tunolar komandasi Mo'minov nok. Sayxon Mo'minovga nok berdi. Lekin Mo'minov sherigi Tuno hali ham tirik. Bu yerdan musulmon bularga qarab qisib kelyapti. Tak, ko'ramiz vaziyat qanday. Musulmon katta ehtimol bilan Sayxonni yopib yuboradi hozir. Chunki musulmon Tunoni sherigini yopib yubordi. Bolalar bizda 3 ta komanda, hammasi yakka komandalar. O'yinning oxiri qanday bo'ladi kuzatamiz. Tak, demak musulmon ikkovi ham hammasi zonadan tashqarida, faqat men zonada turibman bularning ichida. Hozir zona bitta yurib bersa, uchovini ham qisib qo'yadi. Kimdir qiriladi. Tunoga zo'r ochildi Sayxon. Tuno lekin nimaga urmaydi? Sayxon yopildi. Tuno urib yubordi. Endi bu yerda musulmon bilan yakkama-yakka qoldi bolalar bu yoq. Musulmon ham zonaga qochdi. Tuno ham bir tomondan aylandi. Ko'ramiz. Hayashga bo'lganda bittaga uchib turadi. Yaxshi, Eren Tuno bizda topadinni olib qo'ydi. Hammaga rahmat. Birinchi o'yinimiz chiroyli o'tdi. Keyingi o'yinni обязательно ID bilan parolni hozir Telegram kanaliga tashlayman va YouTube kanaliga ham yozib qo'yib yuborishga harakat qilaman. Ko'rganlar like, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Kommentariy esdan chiqmasin o'ynaganlar. Hammaga rahmat.